Tutolmaysan, kal, tutolmaysan, kal, tutolmaysan, kal. Ey xudoyim. Chaqiryaptimi? Ada, devordan bitta qo'l chiqib bizni o'ldirmoqchi bo'ldi. Hozir hammasini hal qilamiz. Bu tishlasi yo'q-ku. Nima meni aldashasan? Men sariq o'yni saz videolarini ko'ryapman. Dushanba. Jenny, meni yuragimda qolasan. Dada, mana bu do'konga kiraylik. Menga mana bu shundan bering. Yo'q emas, suka. Ben hammasi shunday bo'lgan edi, tushunmadim. U shunchaga konfetga bolasini uryaptimi? Hozir hammasini men boplayman, hammasini. Happalakat mazza qilib urib olish kerak edi. Men hozir seni qutqaraman. Qani bo'lsam nima bo'lyapti? Qani borib ko'raychi. Shirinlik-ku. Voh, mazali ekan o'ta. Bu shirinliklar olami, xudoyim. Buncha ko'p shirinlik bo'lmasa, narkotikka o'xshaydi-ya. Buncha shirin, mazza, voy. Ishtim, vapchi mazza qilaman. Men bilan nima bo'lyapti? Shanba. Bitta bola yo'qolibdimi? Qani? Bu bolani yana do'konda ko'rishdimi? Chota nito hammasi. Va nihoyat maktab tugadi. Qani? Bitta shirinlik o'zini bolasini uryaptimi? Yig'lama bo'ldi. Bitta shirinlik bolani urdimi? Oddiy insofda xolos-ku. Bo'lsa hozir bu bolaga yordam beramiz. Qani bo'lsam. Bu qanaqa cho'chilla qani? Kirko'rchi, shirinlar ko'pgina-ku. Mazza-yu. Xudoyim. Ko'p shirinlik shunaqa odat keladi. Yo'q. Eshikni topolmayapman. Yo'q. Kim bu? Seyratuvchi bo'ladi, ko'zlari xira bo'ladi. Kim bu? Chorshanba. Xo'p, qani yuraylik. Hamma anaqa rasmlarni olib o'rganishim kerak. O'zim qani hamma rasmlarni olib kerak. Qani hamma joyda g'alati-ya. Tekshirish kerak yaxshilab. Hozir qani. Yaxshi bo'lyapti hozir. Bu to'rtala bola Jenny ham o'libdi. Bo'lsam ikkinchi chiqsam 10 ta laykdan keyin chiqadi.